1970-yil tug'ilgan, Qo'shlarin to'lqinini 1999-yil Hizb ut-Tahrir partiyasining cho'rikda qilib, Qo'qon Afur Hizb ut-Tahrir partiyasining ish mezirligin to'lamasda bo'lib, jamoatdan chiqqanman. Partiyaning ish mezirligini aralashmay. Men Tastaldan internet arqali Tavhid va Jihad uyumining videolarini, terrorist videolarini ko'rib, Instagramga qo'yib taratganman. O'shanda men sotda oldum. Hozirgi kunda Tavhid va Jihad uyumining qilayotgan yumushlarini men to'g'ri emasligini bilib, men shu Tavhid va Jihadning yo'lidan men qaytdim. Hozirgi kunda bana o'xshab yurgan yosh bolalardan so'rasam, hozir shu yo'lda Tavhid va Jihad yo'lini to'g'ri bilib, o'shalarga qat qiladi. Hozir Tavhid va Jihadning to'rini uyumini tushib qolganlar.